alfonslar judayam ko'payib ketdinglar. Bir-biringlarga qiziqib ko'payib ketyapsizlarmi? Men shunga tushunmayman. Hozirgi zamondagi alfonslar o'zidan o'zi alfons bo'lib qolishmaydi. Ular turli xil boyvachcha kineshkalarni topib olib, ular orqali ularni pullaridan foydalanib, ular hisobidan yashaydilar. Ular bolalikdagi ona mehrini to'liq ola olmaganligi uchun yoshi katta, o'zidan ancha-muncha yoshi katta ayollar mehriga zor bo'lib qolishadi va atrofdan faqat shunaqa ayollarni qidirib topishadi. Boygi qo'shtirnoq ichidagi keneshkalar bunga rozilik bersa, albatta ular tarafga o'tib olishadi, ularni hisobidan yashashni boshlashadi. Bu umuman noto'g'ri ish. Chunki bu narsa, bu ishq, bu muhabbat hammasi vaqtincha ekanligini bilishmaydi-da.